Assalomu alaykum, hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Men Buxoro viloyati Romitan tumanida yashayman. Buxoro viloyati Romitan tumanida turaman. Hozir sog'ligim yo'qligi sabab hech qayerda ishlamayman. Mana shu uyimiz ustidan shu yil bilan suv o'tib, to'klar nima qilib, uyimizni nima qilib, qarib yonish darajasiga keldi. To'klardan olov chiqib, boshqa qilib. Men bo'lsa dedim, shu kun kecha kelsam qaytmayganda bu qaytib. Assalomu alaykum, hurmatli Prezidentimiz. Mana shu ahvol, har yomg'ir kelganda bizga mana shu ahvol. Mana shu ahvol, har yomg'ir kelsa shu ahvol. Artgan bilan toza ham bo'lmaydi, ko'karib ketdi pollar. O'tiradigan joy ham qolmadi o'zi. Ko'kardi pollar. Mana shu ahvol. Mana shu ahvol. Nimadan to'kdan bo'lgan, boshqadan bo'lganmi, to'klar kuyib, hamma joy qarib yonish darajasiga kelgan. Polni hamma joy yonish darajasiga kelgan o'zi. Yonib yotibdi hamma joy. To'klar ustidan suv o'tib yotibdi. Devorlarimiz polni yiqilib bo'lgan bizani. Devorlarimiz polni yiqilib bo'lgan. Polni to'k, korobka, выключателlar ustiga o'tib yotibdi. Rozetkalarimiz ustigacha suv.